Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, Tinchmisan? rahmat. Yaxshi ishlayapsanlar? Ha, rahmat. Somsa bormi? Bor. Qanaqasidan? Yo'q, bilmayman qanaqasi. Bir dona bera olasanmi? Men Toshmiyda kardiologiyada yotuvdim-da, o'sha qora ochib ketuvdi. Iloji bo'lsa. Qiymaganrog'ini. Yo'q, eng yaxshisi. To'g'ri. Oting nima san? Jahongir. Jahongirlar zo'r bo'ladi. Rahmat. Ya. Jahongir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisan? Yaxshi. Kecha somsani yedim, zo'r ekan. Yoqdimi? Men mamta endi travmatologiyada yotibman-da, yangi Toshmiyda. Shunga hali somsadan kecha yedim. Yoqdi. O'shanda bo'lsa agar iloji bo'lsa, yo'masa kerak emas. Ikkita qilib ber. Mayli. Kompotlaring turibdi-yu hali deydi. O'sha mashinaga solib bera olasanmi? Ozgina to'ldirib. Kel, buni yeb bo'lib olib ketaman. Xo'p, olib ketaman. Jahongir edinglar. Jahongir. Jahongirlar zo'r odam-da o'zi. Sog' bo'lgan, xo'p. Kim edi? Jahongir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Kompot to'ldirib qo'ydim, kecha qolib ketib qoldi. Baraka top, baraka qo'yibdi. Shundoq kelganim yo'q, shundoq kelganim. Bo'ldi. Ikkita somsa. Yo'q, ikkita emas. Uchtami? Sal ko'proq. Men bitta Toshmiyda reanimatsiyada yotuvdim, reanimatsiyada tushunasan. Shunga 5 ta. Hay, yo'q. Pastga ish yo'q. Kompotni o'sha aytganimda, o'zi ani 10 litrli baklashgan bor edi xonada, ovosan bo'lar ekan kompotga. Bo'ldi, ja to'ldirma. 30 ta ketadi o'zi. Mana, aytmoqchi. Reanimatsiyada yotganmisiz? Bitta nima qilyapsiz? Men reanimatsiyada kasal bo'lib yotganim yo'q, travmatologiya dedim, u Yevropa. Men xolagan xonamda yotaman, men elektrikman, svetlarni to'g'irlab charchaganimda dam olib yotibman. Qora ochganda chiqib turaman, uka. Jahongir edinglar, Jahongir. Zo'rsan, Jahongirlardan yomon odam chiqmagan. Hozir baklashga olib keling.